Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana biz tanlovimizda mana yakuniga yetdi. Yakuniga yetganda mana menimcha yaxshi o'tdi. Birinchi o'rindan siz boshlab berdingiz. Eng nimasi bir mana qo'llab-quvvatladingiz. Ayniqsa domlamiz juda qo'llab-quvvatladi. Endi bizning bitta maqsadimiz shu o'qituvchilarni domla. Biz haddeshlik o'qituvchilarni, mana g'olib bo'lgan o'qituvchilarni mana siz o'zingizdan bir qandaydir podдержка berishingizni bir so'radik domla. Endi beryapsiz domla. Doimgina qo'llab turibsiz domla. Bundan keyin shu o'qituvchilar qo'llab turish uchun siz iltimos qilardik. Marhamat. Rahmat. Ularga avvalambor mana shu ustozlarimizga qilayotgan bu beg'araz deydimi, shunaqangi bir ishlaringizda doimiy Alloh navoishini barakatini bersin. O'qituvchilarimizni qo'llab-quvvatlayvering. Biz siz bilan hamisha hamkorlikda ishlayveraylik. Endi birinchi ustozimizga keladigan ustozimizga ham nima bo'yicha ularni tashkillanishi nima bo'yicha oldilari birinchi o'rinda sizlar? Yo'q, o'zimizni nima domla? O'zi to'g'risi alohida sovg'a beramiz. Bu nima? Eng kamtar o'qituvchi bu. Chunki biz hamma o'quvchilarga biz sovg'a qilganimizda, o'zini sovg'asi ham o'quvchilarga bergan. Shuning uchun biz sovg'a olib keldik. Iqtidorli o'quvchilarga qilgan sovg'alaringizga o'zingizga shu bo'ladi. Ko'p nimalar qo'yapti, qaysi birini eslab qolishlarimiz yo'q. Chunki bu yerda qiladigan ishlaringiz domla qanaqa yordam berasiz siz? Sinf rahbarimiz Gulnozaxonga mana shu o'quvchilarni boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanlovida g'oliblar qatorida qatnashganligi uchun Xudo xolasa biz endi oldimizga maqsad qo'yib turibmiz. Ustamaga, ya'ni mana shu direktor jamoasidan qo'yilgan ustamaga berish taklifini qo'yyapti. Komissiya a'zosiga kiritamiz. Xudo xolasa endi o'sha maksimal qilib o'zim belgilangan sinfdan tashqari ishlarga bu narsani 10 ball qo'yilgan so'ng 10 ball shundaycha beramiz. Bundan keyingi ustozlarimiz ishlariga omad tilaymiz. Hamisha mana shunaqangi tadbirlarda, tanlovlarda qatnashib, maktablar o'rtasida g'oliblikni qo'lga kiritish bo'lsin, o'z ustida ishlashda, o'quvchilarimizga bilim berishda charchamaymiz. Sizlarga ham ishlaringizga Alloh hamisha rivoj barakatini bersin. Rahmat aytaman. Domla rahmat. Birinchi o'rinda sizga rahmat. Mana bizni qo'lladingiz, qo'llab qo'ydingiz. Har bir nima chiqarganimizni maqtadingiz, qo'llab qo'ydingiz. Sizga rahmat. Chunki biz arzimagan bo'lsa ham sovg'amiz bor domla sizga. Mana shuni qabul qilasiz. Keyin mana eng yaxshi, mana eng kamtar o'qituvchi bor. Rahmat. O'qituvchida bo'lib qoldimda, o'qituvchida bo'lib qolganim uchun men o'zimni o'qituvchimni tabriklamayman. Mana sovg'ani qo'yib siz o'zimni o'qituvchimga bersan. Qarsaylar bilan bolalar. Endi sizga hamisha Alloh o'zingizga sog'lik salomatchilik ishlaringizga rivoj barakatini bersin. Mana shu o'qituvchilarni yo'qlashda charchamang. Rahmat. Rahmat.